Mana qalamchani olamiz va qumni iloji bo'lsa o'rtasiga. Salofan paketni tepasi ochiq turadi, havo kirib turadi. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun Gerangulini uy sharoitida qalamcha qilishni oson usuli haqida gaplashamiz va sizlarga hammasini batafsil ko'rsatib beraman. O'zi bu video kechagi videoni davomi hisoblanadi. Agar kechagi videoni ko'rmagan bo'lsanglar, albatta ko'ringlar. Shunda mavzuni tushunish ancha oson bo'ladi. Agar sizda ham ko'pincha geran qalamchasi ilzotmasdan chirib ketadigan bo'lsa, shu usuldan foydalanib ko'ring. Bu usulni to'g'ri qiladigan bo'lsanglar, geran qalamchasi deyarli chirimaydi. Men sizlarga yana bittasini boshdan oxirigacha ko'rsatib beraman va oxirida ekib bo'lgandan keyin nima qilish kerakligini tushuntiraman. Bu juda ham muhim. Va eng oxirida birinchi videoning izohida kelgan bir ikkita muhim savollarga javob bermoqchiman. Misol uchun eng ko'p berilgan savol: hozir issiqda ham yoki yozda ham qalamcha qilsa bo'ladimi? Albatta oxirigacha ko'ringlar. Do'stlar, kim kanalimizda mehmon bo'layotgan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar va bizning Telegram kanalga ham albatta obuna bo'linglar. Do'stlar, geran qalamchasini kesib olgandan keyin eng tepadagi bir ikkita bargini albatta qoldiringlar. Bu barglar qalamchamiz nafas olishi uchun juda ham muhim. Faqat bargini ko'p qoldirmanglar. Agar ko'p qoldiradigan bo'lsanglar, bu qalamchamizni kuchini olib qo'yadi. Shu eng tepadagi eng kichkina bir ikkita barglarni qoldirsanglar yetadi. Va har doim geran qalamchasini o'tkir pichoq bilan ezmasdan, shikastlamasdan tekis qilib kesib olinglar. Agar o'tmas narsa bilan ezib shikastlab kesadigan bo'lsanglar, shu ezilgan joydan keyinchalik chirishni boshlaydi. Birinchi videoning izohida ko'pchilik savol beribdi, nimaga kesilgan joyi qora. Do'stlar, bu biza dezinfeksiya tariqasida aktivirованный uгольni maydalab surib qo'yganmiz. Sizlar ham albatta aptekadan aktivirованный uгольni olib, maydalab shu kesilgan joyiga surib qo'yinglar. Bu dezinfeksiya tariqasida juda ham zo'r bo'ladi. Chirishni oldini olasizlar. Yoki qozonni qora kuyasini, yongan yog'ochni qora kuyasini olib surib qo'ysanglar bo'ladi. Bugun biz shu ikkita kichkina qalamchani bitta kattaroq stakanchikka ekamiz. Ekadigan stakanchigimizni tagini albatta teshib olishimiz kerak. Iloji bo'lsa ko'proq teshib qilinglar. Bu ortiqcha suv chiqib ketishi uchun kerak. O'zi qalamcha chirimasligi uchun ortiqcha suv tez va yaxshi chiqib ketishi juda ham muhim. Endi stakanchigimizga tuproq to'ldiramiz. Stakanchigimizni tagida va atrofida oddiy universal tuproq bo'ladi. Qalamchani ekadigan joyimizda bo'lsa, shu o'rtasida bo'lsa oddiy qum bo'ladi. O'zi bu usulimizni eng muhim joyi. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Endi tuproqni to'ldiramiz. Aytganimdek, tagida oddiy universal tuproq bo'ladi. Mana tagiga ozgincha tuproq solamiz. Yetadi. Endi mana bir narsani qo'yib, shu o'rtasiga qo'yamiz. Mana ikkita chetlari bo'sh turibdi. Chetlarini to'ldirib olamiz. To'ldirib, chetlarini presslab olamiz. Do'stlar, mana o'rtasiga narsa qo'yib, chetlarini to'ldirib, chetlarini presslab, keyin ehtiyotkorlik bilan olib tashlasanglar, mana shunaqa chuqur paydo bo'ladi. Endi biz buni qum bilan to'ldiramiz. Mana o'rtasini qum bilan to'ldirdik. Endi shu qumga qalamchani ekib qo'yamiz. Iloji bo'lsa, qalamchani qumni o'rtasiga ekib qo'yinglar. O'zi bitta stakanga bitta qalamcha ekkaninglar yaxshi, lekin biz ikkita qalamcha ekamiz, chunki bittasi bizda ortiqcha bo'lib qoldi. Buni endi uval qilgim kelmayapti, shu uchun ikkitasini ekib qo'yamiz. Qalamchani ekishdan oldin albatta karnivinga botirib olinglar. Karnivin ildizni tez chiqishiga yordam beradi. Agar karnivin bo'lmasa, botirish shart emas. Mana qalamchani olamiz va qumni iloji bo'lsa o'rtasiga, endi bizda ikkita bo'lgani uchun ozgincha chetroq qilamiz, ekib qo'yasizlar. Mana buni ham karnivinga botirib olamiz. Nomiga botirsanglar yetadi. Aytganimdek, bu ildizni tezroq chiqarish uchun yordam beradi. Va mana bu chetiga ham ekamiz. Mana ekib qo'ydik. Qumga o'zi juda ham tez kirib ketadi. Ekkanimizdan keyin albatta yaxshilab sug'oramiz. Birinchi sug'orishni yaxshilab qilish kerak. Tagidan suv chiqquncha, tuproq hammasi nam bo'lguncha albatta sug'oringlar. Oshira olmaylar, lekin birinchisini yaxshilab sug'orish kerak. Sekin-sekin sug'oramiz. Mana tagidan suv chiqquncha yaxshilab sug'ordik. Tuprog'imiz hamma joyi ho'l bo'ldi. Endi biz buni quruqroq tarelkaga olib, ozgincha quritib, keyin salofan paketga solib qo'yamiz. Shu joyni ham hozir men sizlarga batafsil tushuntiraman. Juda ham muhim joyi. Do'stlar, albatta bizning Telegram kanalimizga obuna bo'linglar. Telegram kanalimizda har kuni faol biza. Telegram kanalda 130 ta xonda gullarni parvarish haqida batafsil ma'lumotlar bor.
Do'stlar, biza gul sotmaymiz, shu uchun parvarish haqida borini gapiramiz. Oson bo'lsa oson, qiyin bo'lsa qiyin. Telegram kanalimizda har kuni qiziqarli ma'lumotlar, albatta obuna bo'linglar. Silkasi har doimdek birinchi izohda. Do'stlar, keyin birinchi videoyimizda ko'pchilik savol beribdi, nimaga ishlatgan qumingizni rangi oq deb. Bu Pyotr Plexanovning kvartsoviy qumi. O'zi kvarts qumi xonagullarni ko'paytirish uchun, tuproqqa qo'shish uchun juda ham zo'r qum hisoblanadi. Oddiy qumga nisbatan ekologik toza bo'ladi. Tarkibida hech qanaqa changli, qumli bo'lmaydi. Juda ham zo'r qum. Buni sizlar Uzum market orqali xarid qilsanglar ham bo'ladi. Va albatta Pyotr Plexanov universal tuprog'ini xarid qilinglar, ishlatib ko'ringlar. Juda ham zo'r tuproq. O'zim 2 yildan beri ishlataman. Har qanaqa xonagullari uchun ishlatsanglar bo'ladi. Men Uzum silkasini, bu hamma narsalar Uzumda sotiladi. Shu birinchi izohda qoldiraman. O'zi Uzum do'konlariga kirsanglar 70 tadan ortiq mahsulot bor. Oziqalar, tuproq uchun qo'shimchalar, har xil dorilar, stimulyatorlar, ko'p narsalarni topsanglar bo'ladi. Endi hozir sizlarga eng muhim joyini tushuntiraman. Do'stlar, endi oxirini tezroq tushuntiraman, videomiz cho'zilib ketmasin. Bizni quruq tarelkaga olganimizdan keyin yarim soat turadi, ortiqcha suv hammasi chiqib ketadi va keyin salofan paketni ichiga solib qo'yamiz. Bilasizlar, o'zi qalamcha qilgandan keyin salofan paketni ichiga solib teplichka qilinadi. Misol uchun bahorda, qishda, kuzda salofan paket yopib o'tiradi. Tepasini yopib qo'yamiz. Lekin yozda issiq paytda salofan paketi tepasi ochiq turishi kerak. Buni poluteplichka deydi. Teplichka emas, poluteplichka deydi. Salofan paketni tepasi ochiq turadi, havo kirib turadi. Agar misol uchun issiqda biz yopib qo'yadigan bo'lsak, dimiqib ketadi va chirib ketadi. Salofan paketinglar har doim ochiq tursin. Endi biz bu qalamchani yorug', ozgincha salqinroq joyga qo'yishimiz kerak. Juda ham issiq joyda turmasin. Hozir men videoning oxirida shu savolga ham javob beraman. Yorug' joyga qo'yamiz, ozgincha salqinroq joyga qo'yamiz va salofan paketi tepasi har doim ochiq turadi. Agar misol uchun tuproq ozgincha qurib qoladigan bo'lsa, suv purkab yoki ozgincha suv quyib namlab turamiz. Juda ham ko'p suv quyib yubormaylik. Birinchisini yaxshilab sug'oramiz, lekin keyingilarini ehtiyotkorlik bilan sug'orishinglar kerak. Salofan paketi ichidan taxminan 2 hafta, 3 haftadan keyin olib tashlasanglar ham bo'ladi. O'zi ildizi ko'rinishi boshlaydi yoki o'sishi boshlaganda salofanni olib tashlasanglar bo'ladi. Do'stlar, endi videoning oxirida shu mavzu bo'yicha eng ko'p berilgan savollarga qisqacha va tez javob bermoqchiman. Eng ko'p berilgan savol, issiqda ham qalamcha qilsa bo'ladimi? Bu juda ham to'g'ri berilgan savol, chunki issiqda qalamcha qilish ancha qiyin. O'zi qalamcha ildiz otishi issiqda qiyin bo'ladi. Misol uchun sizlarda salqin xona bo'lsa yoki konditsioner ishlab turadigan xona bo'lsa, o'sha xonangizning harorati 20-25 daraja turadigan bo'lsa, bemalol qalamcha qilsanglar bo'ladi. Lekin xonaning ichi issiq dim bo'lsa, qalamcha qilmaganinglar yaxshi. Undan ko'ra kuzda qilinglar. Hozir misol uchun ayni bugun havo juda ham zo'r, lekin ertaga isib ketadigan bo'lsa, qalamchalar qiynalib qoladi, chirib ketishi mumkin. Men ham to'g'risi buni natijasi qanaqa bo'lishini bilmayman, chunki menda ham unaqa salqin xona yo'q. Lekin xudo xolisa yaxshi natija bo'ladi degan umiddaman. Qanaqa natija bo'lishidan qat'iy nazar men sizlarga albatta ko'rsataman. Lekin do'stlar, aytganimdek, agar sizda xonanglar issiq bo'lsa, dim bo'lsa, undan ko'ra kuzda qilinglar. O'sha sentyabr oxiri, oktyabrda qilsanglar zo'r bo'ladi. Yana qanaqa savollar berilgan edi? O'sha kesilgan joyi nimaga qoraligini aytdim. Aktivirni ugl surilgan, sizlar ham albatta suringlar. Qum haqida aytdim. Bu Pyotr Plexanov kvarts qumi juda ham zo'r, o'sha xonagullarni ko'paytirish uchun, tuproqqa qo'shish uchun zo'r qum. Buni ikki xili bor, yirigi ham bor, bu maydasi, yana yirigi toshga o'xshagani ham bor. U sukulentlar uchun juda ham zo'r bo'ladi. Do'stlar, o'zi Pyotr Plexanov Dehqon bobo degan Telegram kanal bor. Shu Telegram kanalga kirsanglar, hamma mahsulotlar haqida batafsil ma'lumotlar bor. Tuproqlar, oziqalar, har xil qo'shimchalar, shularni olsanglar bo'ladi. Silkasi har doimdek birinchi izohda. Menimcha hamma savollarga javob berdim. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta shu usulni qilib ko'ringlar. Agar hozir qila olmaydigan bo'lsanglar, erta bahorda yoki kech kuzda albatta qilib ko'ringlar. Zo'r natija bo'ladi. Endi kech kuzda bordim, o'sha sentyabr, oktyabrda qilsanglar zo'r bo'ladi. Noyabrda qalamcha qilish kerak emas. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishamiz.